PUBG Mobile yangi 3.7 versiyasida qo'shiladigan 4 ta asosiy o'zgarishlar. Birinchisi bu yangi rejim. Yangi rejimimiz binolari Olovuddin rejimiga sal-pal o'xshab ketadi va ushbu rejimimiz asosiy eventi ikki tomonlama bo'ladi. Pastki qismi yorug', tepa qismi qorong'i event bo'ladi. Eng qizig'i, keyingi sezonimizdan boshlab asosiy eventlar Stalber va Quarry'da emas, samolyot uchadigan yo'limizda bo'lar ekan. Ya'ni samolyot qayerdan uchmasin, yo'limizda doimo event bo'ladi. Bu degani keyingi sezondan boshlab eventga tushadigan odamlarning soni 2-3 barobarga oshib ketadi. Ikkinchi yangiligimiz esa yangi rejimimizning maxsus quroli. Bu vaqt xanjari. Vaqt xanjarini ishlatish orqali siz juda ham tez harakatlana olasiz va dushmanlarni osongina o'ldira olasiz. Xanjarning asosiy qobiliyati esa vaqtni orqaga qaytarish. Ya'ni xanjarni ishlatib qanchadir masofa bosib o'tdingiz va xanjarning maxsus qobiliyatini ustiga bitta bossangiz, xanjarni qayta ishlatgan bo'lsangiz, iminni o'sha joyga yana qaytib qolasiz. Bu degani siz dushmanlarni o'ldirib bo'lib ham eski joyingizga qayta olasiz. Ya'ni yashinib turib qaytadan ishlatasiz va yashingan joyingizga yana qaytib qolasiz bo'ladi. Bundan kelib chiqib, keyingi sezonda krisalar soni ham 2-3 barobarga oshishini taxmin qilsak bo'ladi. Uchinchi yangiligimiz esa yangi rejimimizning maxsus transporti. Bu tuya hayvoni bo'lar ekan. Yangi rejimimiz sahroga o'xshash bo'lgani uchun unda tuya qo'shilar ekan va tuyani oddiy tezligi 86 ga chiqar ekan, maxsus tezligida esa 110 tezlikgacha chiqa olasiz. Va nihoyat 4-chi yangiligimiz esa eski Erangel qaytishi. O'yinchilarda nostalgik xotiralarni qaytarish maqsadida xarita bo'ylab 4 ta joyda, 2 ta mostda, Quarry'da va Milta Power'dagi binolarni eski Erangelga qaytarib qo'yishar ekan va o'sha joylarga old o'yinchilar tushib, eski xotiralarni eslab, old is gold deb aytib qo'yishadi.